Ko'pchilikka ma'lum va ilmiy jihatdan ham isbotlangan fakt. Kulgu inson umrini uzaytiradi. Assalomu alaykum. Bu mening oshxonam ko'rsatuvi va men Zulayho Ahmedova. Bejizga men bu ma'lumot bilan ko'rsatuvni boshlaganim yo'q, sababi ko'rsatuvimiz mehmoni birinchi ayol qiziqchi Mahfuza Sherboyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bag'oyatda xursandman. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan barcha yaxshilarga, kulgu ixlosmandlariga, barcha qiziqchi ustozlarim nomidan assalomu alaykum. Kelgandan kayfiyatni ko'tardingiz. Shunda o'zi bilinib turadi kayfiyatni ko'taradigan qiziqchiligingiz. Meni o'z ismimni Mahfuzaxon emas, Kayfiyatxon qo'yish kerak edi. To'g'ri. Ketdik, yuringlar. Ketdik. Mahfuzaxon, taom tayyorlashdan oldin bir kayfiyatni ko'tarib olsak, nima deysiz? Mahfuzaxondan eksklyuziv bitta hangoma eshitaylik. Zo'r bo'lardi. O'zimga yoqadigan bittasini aytib beraman. Endi vohaga nisbatan vodiy xalq askachroq xalq bo'ladi-da. Gapingiz yarmidan tushunib oladi. Uchta vodiylik akamiz Toshkentga qarab sayohatga chiqqan ekan. Shofyorlar hazilkash bo'ladi-yu. Shofyorlar aytdi, akalar debdi. O'zbekistonda eng zo'r, eng cho'qqisi baland perival vodiyniki hisoblanadi debdi. Hozir biz eng cho'qqisiga chiqqan paytimizda farishtalarga yaqin joyga chiqamiz dedi. O'sha paytda oranglarda kimda kim xotiniga xiyonat qilgan bo'lsa, quloqlari bitib qoladi deb. Tog'ni tepasiga chiqsa borib, uchalasi eshitmasmishda. Bir-birovga sirboy bermayotganmish. Orqada o'tirgan yonidagi qarab, tog'ni go'zalligini qarang. Bizda ikkinchisi seriallar ham zo'r bo'lyapti. Bizni oldida soddagina o'tirgan ekanda, shofyorga qarab, "Uka, rosa ko'p xiyonat qilgan bo'lsak, kar-par bo'lib qolmaymizmi ish qilib?" dermishda. O'shaning uchun har qadamda kulgu, har qadamda hazil. Rahmatli ustozimiz Hojiboy Tojiboyev aytganda, o'zbekni o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq degan. Bo'lgan voqeani bitta yaqinda bir eksperiment qilay dedimda, atlas ko'ylak lozimda, Mirobod bozoriga kirdimda, kirishim bilan hamma erkaklarni munosabati o'ta go'zal. Voy, yarashibdi, qanaqa ayollar shunaqa kiyinib yursa zo'r bo'lardi dedi-da. Keyin u hammaga ma'qul keldi-da. Bunaqa ketayotsam, ro'paramdan bir erkak chiqdi-da. Shunda menga qaradi-da. Voy, 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 voy. Bu atlas ko'ylakning ichidagi qora burgaga qarang dedi-da. Yo'q, bo'lgan rosta shunaqa dedi. Xafa bo'lib qolmadingiz? Yo'q, shunda qaramda kulishimni ham bilmay qoldim. Keyin ichimda aytdim, qora burgaligimni bugun bildim dedim. Lekin xafa bo'lmadim, o'ylaygan. Ichimda aytdim, men dedim burga bo'lsam, siz kanasiz dedim-da. O'zi haqiqiy tug'ma talant-da sizda. Hozir javobligingizdan ham ma'lum. Kasbimiz qiziqchilik. Odamlarga nafaqat kulgu, balki biz kayfiyat ham ulashamiz va har qanday vaziyatda insonlarni kayfiyatini ko'tarib chiqib ketamiz. Kulgini foydali jihatlari ko'p. Garvardlik professorlar tadqiqot o'tkazishib, shamollash jarayonini oldini olishni aniqlashibdi. Bu kulgu orqali. Albatta, kasalliklarning 50% kamayib, o'pkada qon aylanish yaxshilanar ekan. O'sha haqiqatdan nafaqat o'pkada, umuman inson organizmida qon aylanishni yaxshilaydi, yurakni yaxshi ishlatadi va yuzga hech qachon ajin tushirmaydi kulgan. O'zingiz qaysi qiziqchini gapiga maza qilib kulasiz? Qaysi qiziqchiga muxlissiz o'zingiz? Odatda men hodisalar bo'lib qoladi, kulgili vaziyatlar. Tabiiy hodisalar. Tabiiy holat. O'sha yerda tasavvur qilib 2-3 kulaman, kulaveraman. Zo'r bo'ldi deyman deb kulaveraman. Lekin ko'pchilik masalan latifalar aytayotgan payt men o'sha oxirini bilaman-da. Bu latifalarni. O'shaning uchun menga o'sha tabiiy kulgu yoqadi. Hayotiy kulgu rosa yoqadi. Lekin mana ustozlarimiz kichkina paytimda televizorda ustozimiz Hojiboy Tojiboyevni konsertlarini qo'yilardi-da. O'sha paytda dadam, onam rosa kulishardi-da. O'sha paytda tushunmasdan borib, nimasi kulgili ekan, nimasi kulgili deb kulguni tushunmasdim. Endi yoshim katta bo'lganda bizni xalqimiz kosani tagidagi nimkosaga kuladi, ikkinchi ma'nosiga kuladi-da. Keyinchalik o'sha kulguga bo'lgan anaqalarim oshgandan keyin bilimlarim endi tushundim. Endi zo'r kulaman. Endi zo'r kulasiz. Shunaqangi maza qilaman. Hamma ustozlarimizni chiqishlarini maza qilaman va har doim har bitta ustozlarimizni chiqqanda monologlarini o'rganaman va mavzuga o'tishlarini o'rganaman va tomoshabin bilan qanaqa ishlaydi, o'shalarni o'rganaman va har bitta davrani o'zini mavzusi bo'ladi. O'sha masalan
oshxonada bugun qanaqa taom tayyorlasak o'sha davraga munosib taom tayyorlaymiz-ku. Biz ham xuddi shunday qaysi davraga borsak o'sha davraga mos bo'lgan hazillar bilan borishimiz kerak. Shifokorlar davrasiga borib o'qituvchilar haqida gapirsak kulmaydi. Ularni o'zini mavzusi haqida gapirsak kuladi. To'g'ri. Shunaqa. Endi hozir nima taom tayyorlashingizni aniqlab olsak, qo'limda 4 ta konvert, bittasini tanlaysiz va ichida o'sha yashiringan taomni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Lekin hamma ovqatlarni qilishni bilaman aslida, lekin aniq yevropeyskiy bunaqa narsalar bilmayman to'g'ri. Endi hozir konvertda hozir peshana. Tanlaysiz. Boshga tushganni ko'z ko'rar. Lekin zo'r tayyorlab beraman, ishoninglar. Qo'lingiz shirinligini bilaman men. Ikkinchi tanlayman. Mayli. Qani? Ratatatam. Diqqat. Nima ovqat bo'lar ekan? Qani? Xo'p, nega? O, go'sht say. Go'sht say. Go'shtni yaxshi ko'rasizmi? Ha? Men Pishirasizmi? Hech pishirib ko'rganmisiz? yo'q, pishirib ko'rmaganman. Bugun birinchi marotaba bo'ladi. Harakatlaringizdan men bilaman. Uyga bo'lgan mehringiz ham, oshxonaga mehringiz ham go'zal. Mahfuzaxon, sizga Muhammadjon yordam beradilar. Ustozim. Turon restoranining oshpazi, juda qo'li gul usta. Muhammadjon, bularga hozir go'sht say tushdi konvertda. Ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi o'rinda piyoz to'g'rashdan boshlaymiz. Buni yuvishimiz kerak. Yuvamiz. Ustoz, qarab turing bo'ldi. Xo'p. Nigohlaringiz gapirsin. Xo'p. Umuman. Shogird siz qanday bir kayfiyatli shogird olganingizni bilmaysiz, bildingizmi? Boshlaymiz ustoz. Tayyor. Tayyor. Men hozir guruchni olib, qaynatib kelishim kerak. Keting-u qayting ustoz. Xo'p bo'ladi. Siz yo'qligingizni bildirmay turaman. Voy, siz ko'rsatuvimizda ham qolmayapti, tezroq keling. Siz piyozni to'g'rab turing ustoz kelguncha. Mana hozir piyoz to'g'rash ham bir go'zallik ekanligini ostiga ko'rsatib qo'yaman. Agar aytib qo'yay, agar birortanglar boshqa kanalga jirt etib o'tib ketsanglar, o'zingizlardan ko'ringlar. Piyoz to'g'ragunimcha mana shu yerda bo'linglar. Qaranglar nima qiladi. bo'lishadi hozir. Eng muhimi diqqat bilan kesish kerak. Ana ustoz keldilar. Ustoz, Parraycha qilishni ko'ryapsizmi? to'g'ri to'g'rayaptilarmi? To'g'ri. Siz aytib turing ustoz. To'g'ri. Men endi borku mana shu perchatgacha ozgina noqulayda menga. Mahfuzaxon, Hop. oilada 6 ta farzandni 3-inchisi ekansiz. Uyda yig'ar terarga qandaysiz deb savol bermoqchi edim, lekin piyoz to'g'rashingizni ko'rib lol qoldim. Juda Tomoshabinlar chaqqon ham ekan. hozir, bu qiz chatoq ekan, deb o'tiribdi. Men ham shunaqa deb o'tiribman. Hammanglarga, ana sizlarga. Ko'rdingizmi? Voy, ko'zim. Lekin men yoshligimda yoshligimdachi bunaqa derdim. Menga mayda-chuyda sipir-sidir bermalaring derdim. Nimaga? Bo'ladigan ishlarni qilinglar. Nima edi siz uchun yoshligingizda bo'ladi? Dalada, uzum bog'larda uzumlar, qo'riqlar, shu mol qo'ylar boqib shunaqa qilib yurardim. Mana ko'rdinglarmi? Ko'zim Yozib, ochib. mana ko'rdinglarmi? Sizlar ko'rib o'tiribsizlar menga hozir mana. Ko'rdinglarmi qanaqa yupqa? Juda chaqqon ekansiz. O'zi kimni chiroyli ovqat qilishini, oshxonada qanaqaligini mana shu sabzilarni to'g'rashdan, idishlarni yuvishdan, piyozlar to'g'rashdan bilsa bo'ladi. Ustoz kesib tashlaymi shuni? Qani? Mana. 3 ga bo'lasizlar o'rtoqlar, 3 ga. Mana qaranglar. Bulg'orni qanaqa bo'ldi? Bulg'or mana. To'g'rimi ustoz? To'g'ri. Endi bunaqasiga emas, bunaqasiga kesasizlar. To'g'rimi ustoz? To'g'ri. Qani? Lekin noto'g'ri kesyapsiz. Mayda. To'xtang, bitta ko'rsatib bersinlar ustozingiz Ustoz sizga. qilsin, o'rtoqlar. Qarang, o'rganing, Ustoz Mahfuza. O'rganing. Boshqacha yo'nalishi bor-da. Uyg'urcha, ana. Malades. Ozgina bilar ekanman mana. Ustoz. Mana ko'rdinglarmi? Ustoz tanlashda ham odam adashmasligi kerak. Ko'rdinglarmi, ustozim qanaqa zo'r? Mohir, Turon restoranining eng mohir oshpazlaridan biri. Ustoz, mana bitta to'g'rab ko'ring shuni. Mayli. Maylimi ustoz? Baholi qudratda, baholi qudrat. Buni 3 ga bo'lib olaylik-da ustoz. Mana o'rtoqlar, qaranglar. 3 ga bo'lamiz, keyin katta-katta qilar ekanmiz. Mana bunaqasiga, ha? Mana shu kesavering ustoz? Kesavering. Mana. Kichkina bo'ldimi? Yo'q, yaxshi. Ana, o'xshadi. Bitta. Kim o'zini maqtaydi? Eplagan. To'g'rimi ustoz? Bizni mana bolg'orlarimiz tayyor, piyozimiz tayyor. Bitta go'sht kesib olsak bo'ldi. Mana qarang, go'shtni ham zo'r kesadi ustoz, ko'ryapsizlarmi? Go'zal.
Mahfuzaxon, sizni tikuvchilikdan xabaringiz borligini ham bilamiz. Yangi uy xarid qilganingizda pardalaringizni o'zingiz tikib, uylarni bezatgan ekansiz. Endi bu sohada ham ijodkor ekansiz. Birinchi uy olganimda bir xonali o'sha Yakkasaroydan keyin pardalarni qo'shnimga aytganman, qanaqa tikadi deganimda, Kamolaxon qo'shnim yaxshi ko'raman shu singlimni. Mahfuza, bunaqa qilasiz deb to'g'ri kvadratli matematika deb o'ylab berganda, bunaqa qilasiz degan. Bittada o'xshagan. Yo'q. Ha, bittada o'xshagan. Tikuvchilik hammani ham qo'ldan kelavermaydi. O'rganib osib qo'yganman, u zo'r chiqibdi degan Kamola. Xullas, dugonalar, qadrdonlar, hamma Navo kanalini ko'ryaptimi? Bizda hammasi tayyor. Endi qanaqa pishirish sirlarini ustozimiz bilan birga ko'rsatamiz sizlarga. Birinchi navbatda qozonga yog' quyib olamiz. Yog' ozroq qizdiramiz yog'imizni. Go'shtdan boshlaymiz ustoz. Albatta. Go'shtdan o'rtoqlar, go'shtdan boshlaymiz. Go'sht sayda go'sht bo'lmasa nima degan gap bu? O'z nomi bilan go'sht saydi chunki. Mahfuzaxon, Qo'l ketdani. inson muvaffaqiyatga erishgandan keyin o'tmishini unutib qo'yadi. Ko'pchilikda. Sizda bu qanday? Bunga fikringiz, munosabatingiz qanday? Endi bu aslida nima deydi, unutmaslik kerak aslida. Qaysi yo'ldan keldi, qanaqangi qiyin, mashaqqatli baland pastliklardan yurdi, unutmaslik kerak men yapasam. Chunki eng go'zal cho'qqini tepasiga chiqqan san'atkor baribir qaytib tushadi. Tushgan paytida o'sha insonlarning munosabati o'zgarib qolmasligi kerak. Bir xil bo'lgani yaxshi. Men shunaqangi bir zo'r insonlarni bilaman, o'ta masalan puldor, hamma sharoiti bor, lekin ko'rgan odam o'ta kamtar. Shunaqangi doim qo'li ko'ksida hammani e'zozlaydigan, nazari to'q insonlarda o'shalar ko'rib o'rganganmanda, demak inson doimo bir xil yurish kerak. Har qanday vaziyatda nima deydi, kamtarga o'zligini yo'qotmasdan, o'tmishini unutmasdan. Shunaqa bir xil yurgan yaxshi baribir. Siz hozir o'shanday holatda qoldim deb o'ylaysizmi o'zingizni? Men qoldim deb o'ylayman. Chunki doimo anaqa oddiy shu spo bo'lib bir xil yuraman, hech qachon anaqa. Hali unaqa ja cho'qqilarga chiqib ketmadik-ku. Yo'q, yaxshigina cho'qqidasiz, chunki ilk ayol qiziqchi sifatida sizni tanishadi. Xudoga shukr u tarafiga, lekin u zo'r o'zim xohlagan natijaga erishgan paytimda ham ishonaman, unaqa bo'lmayman. Yo'q, hech qachon. O'sha darajaga chiqing va bizni unutmasangiz bo'lgani. Ustoz qovurilish jarayonida o'rtoqlar, har bitta narsani alohida e'tibor bilan, mehr bilan ustoz go'zal qilib tayyorlayapti. O'zingizlar ko'rib baho berishinglar mumkin. Vo. Mana bunaqa qilyapti. Mana ko'ring, bunaqa. Bu alohida peripravaralar-a, Muhammadjon? Pripravalar qo'shiladi. Bu nima? Hozir nima qo'shdik? Zvyozdichka qo'shdik. Hojun qo'shamiz ozroq akabijon. Biror marta Muhammadjon mana shu ovqatdan bunday qilayotgan paytda to'kib o'rgan paytlarimiz bo'lgan boshlanishida. Boshida oldin. Hozir o'zi mana professional. Rahmat. Tayyor. Mahfuzaxon. Bo'ldimi? Taom pishdi. Tayyor. Ustoz bitta. U ham menda ustoz. Mana ustoz rahmat. Bo'ldi, unda ustozingizga topshiramiz. Chiroyli qilib likopchalarga uni Krashinasini qilib pochtaga topshiramiz. go'sht say taomi. Kerakli masalliqlar: 250 gram go'sht, 100 gram bulg'ori, 50 gram bassay, 15 gram seldir, 60 gram cheri pomidori, 15 gram piyoz, 20 gram o'simlik yog'i, 15 gram tomat pastasi, 10 gram sarimsoq piyoz, 5 gram achchiq suv, soya, tabga ko'ra ziravorlar, xitoy va osh tuzi. Mahfuzaxon 1 yil o'qishga kira olmagan ekansiz. Keyin nima bo'lgan? 1 yil o'qishga kira olmadim. Qanaqadir omadim kelmadi-da. 2-yil lekin Alloh qo'lladi va grant asosida o'qishga kirdim. O'zim xohlagan estrada aktyorligi Shoira Hamidovadek zo'r ustozi qo'llarida tahsil oldim va faqat xursand bo'ladiganim 4 yil faqat 5 kun o'qidim. 5 lik stipendiya oldim. Bekorga 1 yil kira olmagan ekansiz, mana shu budjet sizni kutib turgan ekan. Shu qiz budjetga tushsin deb 1 yil kechiktirgan. Yo'q, yana bitta narsa qilish kerak ekanda, bizda teatralda shunaqa narsa bordiki, bali pastroq kursga kirib olsang, 2-yilga perevod qildirib olasan deyishganda. 1-yil aslida o'zim xohlamaganman. Yo'q, ko'kilniga qo'g'irchoq
teatr aktyorligiga topshirgin deyishgan. Topshirganman birinchi yil, kirolmaganman. Ikkinchi yil estrada aktyorligida bitta o'ringa 19 ta bola to'g'ri keladi. Juda kuchli edi, konkurentlik, raqobat juda kuchli edi. O'shanda aytganman, yo'q, estradaga topshiraman deganman. Va estradaga topshirganman, bitta o'ringa 19 ta bolani ichida. Rahmat, katta-katta. 5-o'rinda grant asosida o'qishga kirganman, 5-o'rinda. Qanday omadlisiz, ana taomimiz ham tayyor bo'libdi. Qadrdonlar, qancha chalib turinglar, mehringlarni his qilaylik. Ustozim keldi davraga. Buni shunchaki mana deb kamtarda ustoz, ko'ryapsizlarmi? Buni bundaqa ko'rsatish kerak, mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Chiroyli qizlarni yoniga chiroyli go'sht sayla keldi. Chiroyli ustoz, chiroyli taomlar tayyorlab berdi. Mana bunaqa olib kelish ham bir san'at-da. Ha? Mahfuzaxon musiqaga qiziqqan ekansiz. Hozir qaysi? Ha, rahmat. Hozir qaysi san'atkorni muxlissiz? Bironta qo'shiqlaridan hikoya qilib bera olasizmi? Hozir chiroyli ijro qilgan hamma san'atkorni muxlisman, lekin yoshligimdan elimiz suygan san'atkor primadonnamiz Yulduzxonim Usmonovani va O'rta Osiyo pop divasi Ozodaxonim Nursaidovani muxlislariman. Lekin hozir o'zim yaxshi ko'radigan Dildora Niyozovaning qo'shiqlarini aytib beraman. 4 qator, hammanglar uchun. Biz tayyormiz. Yoshlik haqidagi qo'shiq. Ovozim ozgina kasal bo'lib qolgan, ahamiyat bermaysizlar o'rtoqlar. Bahor qaytar, kuz ham qaytar turnalar. Qaytgan chog'i ko'z quvonib olam turnalar. Bilib bilmay sochimizga oq ham oralar. Yoshligimiz eslaganda ko'ngil tirnalar. Aldanma hech, ishonma hech bevafo dunyo. Umr oqib o'taverar go'yoki daryo. Bu damlarni sog'indim deb kimlar aytmaydi. Yoshligimiz qaytmas ekan, yoshlik qaytmaydi. Ana, shamollagan ovozda shunday bo'ladi. Juda chiroyli. Lekin xuddi Dildora Niyozovaga o'xshab aytdingiz. Ovozingiz o'xshar ekan. O'xshab ketadi. Lekin o'xshatasizmi ataylab? Yo'q, boshqa qo'shiq aytsam ham baribir ketib qoladi. Qanaqadir o'xshashligi bor. 100% emas, o'xshashligi bor. Sizga eng ko'p beriladigan savollar nima o'zi? Qachon turmushga chiqasiz? Obbo, u Mana shu savol. Mana shu savol. Qachon turmushga chiqasiz? Qachon turmushga chiqasiz? Nasib qilgan kun, inshaalloh. To'g'ri. U yoq biladi. Xudo xohlasa nasib. Dildoraxon qo'shni davlatlarda qiziqchilarni repertuarini yozib beradigan odam bo'lar ekanda, ya'ni o'sha muallif bo'lar ekan. Sizda qanaqa? Muallifingiz bormi yoki o'zingiz muallifmi? O'zim muallif. O'zimga o'zim yozaman. Va ko'pincha masalan muxlislarga minnatdorchilik bildiraman. Muxlislarimizni o'zlari qiziq voqealar aytib berishadi. O'shani boyitib, lekin asosan 70%, 80% o'zimga o'zim yozaman. Monologlar. Qolgan foizlari o'sha tabiiy hayot ichidan keladi. Ha, o'shanday. Lekin aynan muallif yozib bermaydi. Hech bir konsertimni yozib bermagan o'zim. Bir intervyungizda sumkamni ko'tarib yurib topganimga sherik bo'ladigan inson kerak emas deb aytgan ekansiz. Aytganman. Esimda. Hozir ham shunday fikrdaman. Chunki inson bu hayotga keldimi, doimo nimagadir erishish kerak va mehnat qilish kerak va mehnat qilgan inson hech qachon bilinglar xor bo'lmaydi va u ko'zlagan, o'ylagan maqsadlariga erishadi. Mehnatdagi rohatlik. To'g'rimi ustoz? O'shaning uchun shunaqa bo'lishi kerak. Odam ishlagan joyini uzib olish kerak. Ya'ni Hojiboy Tojiboyev aytadi, yerni jigarni sug'urib oladigan qiz deydi-yu. Doim aytaman, o'sha men aslida. Menga munosib inson bo'lishi kerak. Ana, eshitib qo'yinglar. Unda taom sovimasdan bitta mazasini ko'ring. Ustozdan boshlaymiz. Hali chiqibdi, qo'llaringiz shirin deb eshitganman, lekin albatta, ustoz yeng, nimadir bo'lsa biz yemaymiz. voy. Yeng. Bismillah. Men ustozimga ishonaman. Mana. Juda mazali. Juda go'zal. O'rtoqlar, Uni go'shti yumshoq bo'lib u siri nima? Mana shu go'sht yumshoq pishish bir katta bir sir men uchun. O'zini marinovkalari bo'ladi. Nima bilan marinovka qilinadi? Soya, tuz, har xil narsalar. bu juda qiyin tayyor bo'lar ekan. Kraxmal bilanmi? Yumshoq bo'lgan og'zingizda erib ketadi. Bir narsalar soldi, bundan qildi, 2 minutda pishdi. Qizlar ko'zinglar qayerda? Mana o'zi siz pishirishingiz kerak edi ovqatni. Men birinchi safarga o'rgandimda, ustozni oldim, birdan bundoq qilib ketsam xafa bo'ladilar dedim. Ustozingiz boydan beri menga ishora qilyaptilar, sog'am bor deb. Sizga sovg'alar bor ekan ustozingizga. Nima qilay, xaloyiq, men nima qilay? Yesam, ovqat yesam, yana sog'ab ketsam, voy, ko'zim yumib turadi. Aytishadi-ku, mehmon kelganda sovg'a Turon beradilar. restoranimiz nomidan kichik bo'lsa ham. Voy, qaranglar.
Ichida nima bor ekan? O'qib bermaysizmi? Qiziqib ketyapmiz. Oo, qaranglar qanaqangi milliyligimiz go'zal qilib. Kiyimimga mos qildim. Mana bunaqa ranglarim bor, ko'ryapsizlarmi? Qani? Atlas. Mahfuza Sherboyeva. Voy 1 million voucher, to'g'rimi? Ana oilangiz bilan yoki do'stlaringiz bilan kelib, mana shu yerda 1 millionlik taom mazza qilib Mana, yeb, dam olib qoyilmisizlar? ketishingiz mumkin. Omad bo'lsa shunaqa bo'ladimi? Omad kelsa shunaqa keladimi? Qaranglar. Juda omadli qiz ekansiz. Shoshib turganingizni xuddi sezgandek taomingiz ham tez pishdi. Rahmat. Endi aytmoqchi edim. Mehmon ketayotganda sovg'a berishadi-ku deb. Qarang, Ana sovg'alar ichingizga yana chiqdi. Rahmat, ustoz, rahmat. Boringizga shukr. Mahfuzaxon, ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun sizga tashakkur. Xush kelibsiz. Shirin mazali taomlar uchun ham ikkalangizga ham rahmat deyman, chunki bosh oshpaz boshda turgan bo'lsalar ham sizni ham qo'lingiz tegdi. Ozgina. Shuning uchun ham shirin mazali bo'ldi. Biz mehr qo'shib turdik, tabassum qo'shib turdik, xolos. Tomoshabinlar bilan xayrlashish fursati ham yetdi. O'z xayrlash yomon O'z ko'raman. nihoyasiga yetdi. Lekin mayli xayrlashamiz. Rahmat, bugun shunaqangi yaxshi insonlar bilan diydorlashganimdan bag'oyatda xursandman. Boshim osmonga yetdi va necha yillik qadrdonim, go'zallar go'zali Zulayho opam bilan ko'rishganimdan bag'oyatda xursandman. O'ylayapsizlar, haqiqatan Mahfuzadan yosh ko'rinadi-ku deyapsizlar, lekin opam bo'ladi, bilib olinglar. Rahmat, tashakkurlar. Kuninglar, tuninglar doimo osuda va juda ham go'zal o'tsin, shukronaliklarga boy bo'lsin. Doimo xonadoninglarda barakalar arimasin, tabassum arimasin va dilinglar tubida ne istak xohishlar bo'lsa hammasi ro'yobga chiqsin. Ko'rganda kulishguncha omon bo'ling. Navoda qoling, bu mening oshxonam ko'rsatuvi edi. Xayr, ko'rishguncha.